Turmush o'rtog'im har safar menga "Sen tavuqmi yesan?" deyveradi. Oxir oqibat o'zim shunga ishonib qolmay shekilli 14 kundan beri bitta narsani g'ir teskarmachasiga ishlatib yurgan ekanman. Nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Qancha bo'ldi berganingga? Mana mana shu chisloni ko'ramiz. Hozir gadjetda mayda beribsiz. Mayda bergan. 3-mayda bergansiz. Bugun nechi? Qanday qilib odam yana qani yuzga krem surish mumkin-da? Qarayman, qo'limga bundoq qarasam qildim, Oq deydi. krem siz chunki menga aytdingizki, makiyajdan oldin yuzingga krem surib yurgan, yuzing quruvdi dedingiz va mana shu bo'lsa kerak deb o'yladim. Berdim qo'shanchi. Qarang-da, Sivrit yozgan qaysi magidra. Yo, buni bilaman. Yo'q ekan buni bildim. Yo'q, mana Yuzim bu. qarang, yuzim yaxshi-ku. Yo, yaxshi, ular yaxshi bo'lsin. Biroz shu men hayron qolganim, yaxshi penkani krem qilib surib ketib yurganingizni o'zida yaxshi bo'lganiga men hayron. Yuzingiz ishoning temir yuz ekanda. Kremlarni tavsiya qilasiz. Ha, yo bunaqa nima? Klientlarim penkani krem qilib ishlatsalaring bo'lar ekan, muxlisga ishlatsa Mana qiladi. yuzim hammasi yaxshi turibdi. Yo, Yo, real zo'r turibdi. Yo'q, men bilmadim sanasi, to'g'risi. hayt. Bunaqa qilib ishlatish mumkin emas deb qo'ying. Tarjima qilish mumkin-ku qizlar boshi. Foaming cleanser yozilganda rasm tushirsangiz yechmasa bo'ldi-da. Haliyam ssenarist bu ayolda. Hamma shunaqa insonlarni ichida yuradi deb prosta penkani olib bilmadim sanizib. Yo'q, ko'parmaganiga, ama mashina etganlar shekilli. Ko'pirsa suv qo'shgan. Yo, buni bitta shuni to'g'ri ishlat.